أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد. Bugünkü dersimizin temisi Rabi'u Arba'a. Töteylerinin tötüncüsü. İrkeb ya ahi ila hâzel vâdi min Mekke. Karindişim, ulaqni minib Mekke'deki muş vadiga safar qilgan. Walqa hâzel racul allazi yaz'umu ennehu nebiyyun. Ya'tihi al-khabaru min as-sama. Osmandan bana vahiy keldi. Men payg'ambar devalgan muş kishi bilan uchrashdim. Za'ma deganda bizimiz o bir narsa davilib dalil ba yo'q ish qilib o'zi biznasini devagan deb turvagan da'vo qilgan degan ma'noda bakrak. Menda deb qaraydi degan bor, lekin ko'pincha o'zi devagan narsadek. O'zining unda payg'ambar menga vahiy keldi devagan mushu kishi bilan uchrashdim deydi. Vastami alay, uning quloq silib so'zni anglab boqqan. Vahfaz ma tasma, anglagan narsalarini obdan yodlab olgan. Va'tini bi xabar ederik. Aşu jarayonni xabarni menga ilib kelgan. Ya'ni Makkaga beribsan, payg'ambarlik da'vosi qilgan Muhammadning xabarini ilib kelgan, uqpagan deb Abu Zar bir tuqqanni Makkaga yo'llayotdi. Va madal akh Abu Zarning qarindishi shunga Makkaga yurib ketdi. Va laqiya Muhammadan sallallohu alayhi vasallam thumma raja. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchrashib qaytib keldi. Yani o'zining diyoriga, o'zining qabilasi turalg'usi qaytib keldi. Fasa'alahu akuhu Abu Zarr al-Ghafari. Shundan qaytib kelgandan keyin qarindishi Abu Zar aksi bo'lishi mumkin. Ukisidan so'radi. Ma indaka min al-khabar? Qanday xabar olib kelding? Senda qanday xabar bor? Faqala ra'aytu rajulan ya'muru bil khayr va yanha 'anil shar. Musulmon bo'lgan bir kafir odamning guvohlik qilish. Rasululloh bilan ko'rishibda ko'z kelgandan keyin o'zining aksiga gapirdi. Men yaxshilik buyuradigan, yomonlikdan to'silgan bir kishini ko'rdim. Yoki bunda qala ra'aytu ya'muru bil makaribil axloq. Yoki isl axloq fazilatga buyuradi ekan. Va yatahaddathu bi kalamin ma huwa bish-sha'r. She'r emas, ajoyib bir xil so'zni qiladi ekan. Walakin zalika lam yashfi ma fi nafsi Abi Dar. Lekin bu Abu Zarning ko'nglidagi bilishga bo'lgan tashnalikni qondiramadi. Va lam yushfi rag'batahu. Ashun qiziqishini qondiramadi. فأخذ زادا في جراب. شغلان bir xo'jinga oziq-tulik ilib, jirab deganni xo'jin dedik-mi? Tulum bo'lishi mumkin, xo'jin bo'lishi mumkin. Oziq-tuligini qachirab va asan yatavakkal alayha. Qaydim ma'dan bir parcha kaltakni ilib olibdi va badara yaltamisu Muhammadan bi Makka. Makkadagi Muhammad sallallohu alayhi vasallamni izlab aldirab mangdi. Badara deganni biz aldirashimiz degan. Ya'ni aldirab tinab deymiz, badara yaltamiz degan. Aldirab tinab mangdi. ولما بلغها مكية وقتها كره أن يسأل عن موضعه ذاك الذي كان ينشر منه دعوته في سر وكتمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم özünün İslam teşvikatını mexfi şekilde taqtlatqan, teşviklatqan aşı orunni söylep ko'chlab nima qilishni yoqtirdi dedi. Rasululloh qaysi o'rindan İslam teşvikatini qilgan Makkaga chaqda? Darul Arqamda. Ama şu Darul Arqamni kafirlimi aniq bilmagan. Bu sapadagi bir uyda nima qildi bular? Deb bunda g'uvaqdan. Shu jarayonda asal musulmonlar bak diqqat qilib chirib chiqishni ishlarda yig'ilishlarda bak hushyorlik bilan nima qilishga Makka mushriklar oqiga tushib peyli nima qiysimi o'yin del qolmagan. Bir mal desang sapadagi tarafni. Şu sapadagi bir uyda nima qildi bular? Deb uyni moya bitirmagan. Yani so'rab, undan nuqul ko'chlab, nuqul yurishni afsiz ko'rib, uni so'rashni yoqtirmadi deydi. Ketman degan yushirish. İlkana lam yu'mar bil jahri biha ba'd. Chunki u chaqda taqa uch qashqara tashviqot qilishga, islom tashviqot qilishga buyurilmagan vaqtda. Chunki u chaqda musulmonlar bir azdim. Allah Ta'ala'dan taqa uch qashqara tashviq qilishga buyruq kelgan. Keyindan va anzir ashiratakal aqrabin fasda' bima tu'mar deganlik oyat kelib ondan uch qashqara jakalgan deb buyruq kelgan. Ve ava Abu Zarr ila al-masjid. Masjid anda Masjidil Haram. Şu Kabe'nin etrafındaki şu mescidin masjid. Şu Abu Zarr da bu musafir olan iken masjidga tushdi bu. Şeye yerleşti, düştü dedi.
Muntada Quraysh. Bu masjid Qurayshninki to'plashadigan, yig'iladigan, suhbatlashadigan joyi edi. Muntada degan nadiyandir. Yig'ilish so'rini demak. Hozir munozir munbirni muntada deb qo'ydik. Boshqa yig'in nimasini muntada, masalan dafus, muntada dafus. Saybardan qo'yib ketdi-ku. Shu yig'inni muntada. Qurayshning so'rini edi bu. Masjid-i Haram. Va aqama bihi katiban amrahu. O'zining nima uchun kelganligini, ya'ni o'zining ishini, maqsad muddatini yo'shigan holatda osh masjidda turdi. Katib degan ovoz qolmaymoqqa yo'shigan. Shoma tapanchining kelib ovozini yo'shirganlar. Katib so'ti. Walakin Ali ibn Abi Talib yamur bihi. Lekin Ali ibn Abi Talib buning qishidan o'tib qoladi. Va ya'khuduhu bi'aynihi. Buning ko'zi tushdi deylar. Ya'khudu bi'ayni degan buningga ahamiyat bildirdi. Sal ko'ngil bo'ladi. Summa yaqulu lahu ka'anna ar-rajula gharib. Hazrat Ali diqqat qilib buningga Abu Zar deydi. Bu mehmon Yaquzdan kelganmi bunda? Bu kishi Yaquzdan kelgan musafir g'aribon kishi o'xshamanda debna degankin, men sirtin kelgan bu deydi. Kana rajula gharibun. Qala Abu Zar wasmuhu Jundab ibn Janada ibn Sufyan. Abu Zar'ning ismi. Gafar qabilsin. Lekin u Sufyanga cho'ngdazda qabilasi emas. Jundab ibn Janada, Jundab ibn Janada ismi. Va yantahi nasabuhu ila Ilyas ibn Mudar. Nasabi Ilyas ibn Mudarga tutishirga. Albatta arablar nasibini endi tutashtiradi. Nasibni yodlab biladigan bo'lg'achqa. Qala na'am. Abu Zar, shunda men musafir debdi. Qala Ali, fahayya ma'i. Unda men bilan yurishlar. وانطلق به إلى منزله. ما كان ما öğrengi ve sapıran bilen kayıtlarda o da mimar kılarak yaptım. Şundan uygu verip dur. La yes'alu ahaduma sahibahu şey'a. Ularning biri bir-biridan anlaşılmay kelgan nimishqillar, nimishlar turib qoldi, ko'chib bunda so'mabdi. Abu Zarmo ismlar nima, nimishqillar, musulmon bo'lmaganmi deb ko'chib so'mabdi. Chunki bu hamda o'zining qalbida nima uchun kelganligini, bilkim hukmisi ekan deb, bilkim gap so'misi ekan. Men bu gap so'may bu musulmon daraq nima qildi? Va asbaha Abu Zar. Shunlar u yerda qo'nab, Hazrat Ali mehmon qilibdi, qo'nab, tanatgan chog'da faqasadal masjida liyasal. Şu masjidga chiqibdi bu. Yani so'rab Rasulullohni deb maqsandi bu. Walakin ahadan lam yukhbiruhu. So'zman deb hech kim uni deb bermadi. Baqa deb bir balo qilamiz deb o'ldimi? Masalan, shu bashar qildi deb bermadi. Fayamuru bihi Ali fayaqul. Shula Hazrat Ali yanında aylab Abu Zar Turayani qismini o'tab qoldi ekan. O'tab qolib indetto ama ana lirrajuli an ya'rifa manzilahu ba'd u mimon asa uning tapatolatda kechilib qoldi debdi. Endi asa u qaytaylar demakchi, ha? Summa akhadha bi yadihi wa antalaqa wa salahu. Shuni qo'ldan tutib elib mabdi. Ani so'rabdi, "Ma amrak? Sizlar kelgan bu yerga. Va man ladhi ja'a bika ila hadhihi al-balda?" Bu jutqan nima maqsad bilan mudda bilan kelib qollar? Qala Abu Dar, "In katamta alayya akhbartuka." Agar mening sirimni saqlab, mushis maxfiy tutsam, men deb beray debdi. Qala Ali, "Af'al ma qul shunda qilay." Qala Abu Dar, "Balagni annahu kharaja hauna rajulun yaz'umu annahu nabiy." Mana mushu joyda o'zi payg'ambar deb da'vo qilgan bir odam borligi yetib keldi. Shuni xabar topdim. Fa arsaltu akhi li yukallimahu. Shundan ukamni uning so'zishkagin deb ivarsam, faraja'a va lam yashfini. Qanaq javob topolmay qaytib keldi. Qaytib kelib, menga qanaqlarlik javob ekanmidi? Fa aradtu an alqahu. Shuna men o'zim bir uchrashay deb qoldim. Qala Ali, "Ama innaka qad rashadta." Shuna aytdi. Ama degan unda o'zi degan. Unda olsa sizlar to'g'ri yo'lni teplar. Dal joyga ketlar degandek menda. Hada vajhi ilay. Men shu tarafga ketib borgandim. Hada vajhi ilay. Yani mening vajhim hozir oshunga qarab ketayotgandim men. Shuni bilish uchun ketayotsam, siz dal menga uchrab qoplar. Men sizni ag'achiray demoqchi. Tabi'ni, shuna menga agishmanslar. Va dukhul hayta adkhul. Men nakisam sizlar. Fayn ra'ayta ahadan akhafu alayk. Agar men birisini ko'rib, sizga uningdan xavf yetadigandak ahvol bo'lib qolsa,
Kumtu ilal hayt. Tam tarafga da bir iş qilgandek turma deydi. Kanni uslihu nani xuddiman ayg'imning bo'g'ichini o'ngshatganimdek tamning tida bir yanishib turib kashini o'ngshatgandek bir ishni qilaman. Vamda anta sizlar men qarab turmaylar o'tib ketyapsizlar tunmagan qilib demoqchi. Bo'lmasa mushrikni tutib olibdi. Nima bo'lsa, shu nimani zakaga shuni deb avar qildim. Valam yara ali ma yakhafu ali. Şuna ayda mevcut bular. Mangalniki Hazreti Ali ananı bir xavf bekledek bir gumanlık adam şiratmaptı. Fadakhala Abu Dar. Şuna bula Resulullah'ın huzuru çiğlendi. Ve talaban yarid aleyhi Resulü el-İslam. Şuna Resulullah'ın mamuş İslam'ını mamur kösesler. Mamur ufakay kanda din bu dep talep tuttu. Fa'aradahu aleyhi ve aslam. Şuna İslam'ını tanıştırıp kösetken deyken Müslüman buluptu. Fakana rabi'u arba'atin sabaqu ilal İslam. Şuna en dastlab qilib Müslüman bo'lgan 4 kishininki 4-inchisi bo'lgan. 3 kishi kimda? Abu Bakr, Ali, Khadija, Abu Bakr, Ali. Ali şu kadar kişidir ama İbn Mesud bo'lishi mumkin. Zayd ibn Harisa. Demak 4-inchi kishi bo'lash fazilatga ega bo'ldi. Ya'ni shu martaba bilan sharaflanibdi. Peygamberge iman etip şeyden ergeçkelerin tövbesini soruşturgan bu Allah'a ait faziletim. Diyor Resulullah Mekke'de çağda Müslüman boğan kişilerinin tövbesi oldu. En destek Müslüman boğan kişilerinin tövbesi oldu. Yaqulu lehun Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ya Ebu Zer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla ya Ebu Zer uktum hadal emr. Bu iş ne? Müslüman boğanlıkını sen mahfi tutkun. Verci ila beledik. Bir adamın Müslüman bulduğumuz onda bunda devcümey. Jutonga kayıp ketken. Feyde balagake zuhuruna feakbel. Bizden teşvikatımız oturur çıkıp kafirler üstüden bizden galbi kıygallıkımız sana yetkiye vaktida onu kâgeyen. Feakbel diyen onu kâten buldurdum. Demek ki Resulullah Müslümanların ondan nüsret kazanılan kimde galbi kıldığalıkını aldım bilip boğa. Bu yakin nevizden. Şu çağda kâgeyendir. Fekale vellezî ba'ateke bil hak la asrihanna biha beyne azhurihim. Çünkü bu hakkını tanıgan ekendi. Bu sahabın Allah'dan qasam ki silni haq bilan evatgan aşı zat bilan qasam ki aşularni arasturib yani Mekke müşrikinin arasturib İslam teşvikatı İslam şuarı bilan vaqi tutmama. Feca ilal mescid. Onlar mescidge keldi. Faqala ya ma'şar Quraysh. Yani Resulullah'ı bulunğanda eziyet etmişsin, müşrikler ötürü tutanmışsın dep ayak sadece mahkû tutup keyin biz Müslümanlığı kuch quvvat paydo bo'lgan chaqda uni kelgan desa bo'ldi. Nima bo'lsa shu haqni jakal etmama, beshini nima kas ko'rma degan tariqada g'ayrat qilib Masjid-i Haramga chiqib Quraysh to'plangan yakilib, ey Quraysh jamoati, ya ma'shar Quraysh, inni ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Men bir Allah'tan başka mabud yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bendisi ve peygamberi de guvalık birmem ona da toz verken. Fekalu kumu ila hadis sabi. Ma dinden çıkan güyünün edbinüreyle kupanlar da bunlar sabi diyen din almıştıgan diyen. Şu çağda Müslüman buldum diyadını derhal dünyasında ötürtülgan ehvalı battı. Fekamu ileyhi ve darabuhu liyemut. Şunu hemmese Kova kiliplan bunu ölüp qağdak uğulturup tuttuk. Fe'edrakahu al-Abbasu ve ekebbe aleyhi. Şunlan Abbas yetip kilip ve ekebbe aleyhi. Onu üstüzümünde yetip onu umasıp için onu qo'dab turib olsa deydi. Ekebbe aleyhi degan şunun üstüzümünde yetip oldu demez. Şuna Kur'an kelimde mukibben ala vecihi. Düm yetip oldu der şunun üstüde. Ve akbala aleyhim. Andın ular ürünü toxtatgan ekan müşriklarga qarab turib debdi. Faqala veylakum istissilage taqtuluna rajulan min g'ifar. G'ifarlik bir odamni o'sha o'tirtamsizlar. G'ifar deganimda hammasi biladi. Bu qabilning soni ko'p, askarni jiq der u biroz bilan tutishib qolsa zodi qurtizgan da yomon qabil bo'lgan ekan. G'ifarlik odamni o'tiramsizlar keyin beshingiz bularni o'tirib qo'ysanglar demoqchi. Ve matjarukum ve mambarukum ala g'ifar. Sizning tijoratinglar o'ta yo'llanlar misal g'ifardan o'tidamasmi? Demak silni bo'sh qo'ymaydi. Bu bizga buni o'tirib qo'ysang bo'lmaydi. Fa'aqla'u anhu. Cho'lan ular asta uni tashlab qo'yib, umay qo'yibdi. Walamma asbaha raja'a. Cho'lan tong otqizgan ekan, yana atiyanda
şu meydan kelib nasaranga yana tunigan deganda yana bir jakal o'tib bu bir to'l o'tib ketay demoqchi xudoga amin demaydi maskur ha bir to'l o'tib kelmaydi Şmaydı lekin bu anda bu o'zim da haqdab qaraganmiz dinni bir jakal o'tay albatta mal farq bor فقاموا إليه وصنعوا به مثل صنيعهم بالأمس ولا يعني هم يجرب كلت عاشوا تنيجان قيغندك يعني أوروبته وأدرك أول العباس العباس ما يعني ولا صدرته فأكب عليه وخلصه ونصدي تولد تراب وزوماي ونقصل دربته عنه خلدن شكرته البته عند Abbas mı şu çağda Müslüman boğan değilgan gibi bağımdı burun belki Müslüman boğan buluşu mümkün. Çünkü Resulullah Müslüman boğanlıqını hiç kimi bildirmey, bunda turishni muvaffiq ekan. Hatta Müslüman hicret qilgandan keyin Makkaga qolib qolgan. Urushga majbur bo'lib chiqdi-ku, asirga tushdi. Chunki Baytul Aqabada Rasululloh bilan billah shu ansarlar bilan to'xtamlashga bayat qilishga mushazirda Abbasni chiqar Rasul. Hazreti Abbas Resulullah'ın bayetiga hamma ishni so'zni gap-so'zni puxtalab noqib deyishdagan shu. Demak, Hazreti Alayhimana shu Abbas bular shu chaqda musulmon bo'ladi, xiyollar shuncha bunda diqqat qilib turib, qovdab, qutuldirib qilib qo'ydi. Ada Abu Zar ila baladihi ba'da an ahada an-nabiy sallallohu alayhi vasallam va bay'ahu. Abu Zar shu safarda Rasulullohga uchrashgandan keyin musulmon bo'ldi, undan Rasulullohga bay'at qildi. Nimaga bay'at qildi? Ala yaqul al-haqqa mahma kana murra. Ochiq o'zmo o'sha haq gapni qilishga. Va ala alla ta'khudahu fil haqq lawmata layn. Haqni deyishda, haqni jakalashda bir kishining topamalamati, uni qo'rqib qolmaslikqa. Lawmata layn. Layn degan topamalamat qiluvchi. Lawma degan topamalamati. Yani keyingi hayotida mushu bay'atiningki ta'siri bo'ladi. Keyingi hayotida bunu bay'at qildi. Bay'at qilsa zada qilgan bay'atimizda turibdi bu haq. Çünkü Araplarning o'zi shu. Hozir biz adilashsa, atsa boshqani qilib turgan, u adildan asarmi yo'q bundan. Lekin Araplar bay'at qilsa bo'ldi shu bay'atimizda ching turib. Jon kasmi, uni kasmida turgan. وعاش ما عاش وفيا بعهده ذاك أكمل وفاء yaşagan müddetçe ömür boyu diyor. Aşa ma aşa. Ömür boyu aslında yaşadı dedi. Yaşagan ömrünü bütünley ahdiste turup vafadarlık ile yaşadı. Ekmele vefa. En mükemmel şekilde vafadarlık kılıp. Şu ahdiste turup demekçi. Ve akama fi beledihi ma akam. Yurtta malum müddet tudu. Thumma atal Medine'te ba'dal hicra. Andın hicretin keyin Medine geldi. Çünkü Resulullah'ın ona mindigen biz g'alaba qilib islom rasmiy o'ttirishga hukmron bo'lgan chog'da kelgan degan. Shu bo'yicha keldi. Va ba'da g'azovat Badr va Uhud, Badr va Uhud Xandaq g'azotlaridan keyin keldi degan. Ya'ni shu g'azot bo'lib bo'lganda keldi. Demak shu chog'da rasmiy musulmonlar ayrim bir mustaqil davlat qurib islom hokimiyati tikildi. Zuhur degan gap shu. Ustin keldi. Uni mushriklar o'tib bermaydigan olib keldi. ولادم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لحق صلوات الله وسلامه عليه بربه. رسول الله تاكي وفات وغن قدر لحق بربه الله فرودگارن حضورغا كتنگي قدر رسول الله أيضا ما بلطده. ولم يصرف أبا ذر عن قول الحق ما كان يلاقيه من عنة وإيذاء. عنت ديgan مشقة جفا ديgan. إيذاء ديgan أذية. Demek o'zi uchragan jafo mushaqqat, qiyinchilik, azor, mushinasilar uni haq so'zni qilishdan to'sab qolmadi. Ya'ni ketkizitmadi demakchi, yasirdi. Sarafallohu qulubahum. Va zalika vallazi shattata shamlahu. Mana mush masala haqni deyman, haqni jakolatdim deb bunda turilish masalasi bu Abu Zarninki oilasini o'zini xonavayron qilyapti deydi. Shattata shamlahu degan oilasini xonavayron qilyapti. Yani şamil degan jam bo'lgan narsa, oilasi boshqa. Shattata degan uni uyaga terpiran qilyapti. Shu duoda shattat shamlahum va shattithum badada duo qilish. Va huwa allazi ja'ala amiral mu'minin Osman radhiyallohu anhu yadiq bihi. Aya gapni deytganda ching turib o'lishi, mu'minlarning amiri xalifa shu chaqdagi Hazrat Osmonni sas qilib qo'ydi. Ajnondan sas qildigan bo'lib qoldi dedi.
hatta karihan yusakinahu bil Madina. Yaqtumay onun üstüne sıkılıp Medine'de Halife bilan billa şu şehirde turishni xolmay, uni xudomsa bir xil parlaganda yoki boshqa ezdi qishloqqa shaysh ketgan deb chiqayotganda bir ish bo'lgan. Fa ab'adahu anha marra huna va marra hunak. Shundan ba'zida uyaga, ba'zida buyaga Medine'dan jiroq suratda. Ve kana akhir ma ab'ada ilayhi makanun yusamma ar-Rabza. Ahir qatımda uyaga evatlatgan joyning ismi Rabza dedi. Hadislar chiqdiga bu Abu Zarning Rabza. Yastarihu fi al-haj bayna al-Iraq va al-Hijaz ghayr ma'hul. Iroq bilan Hijaz o'ttirda hojlarida to'xtab aramilib mangdigan aholisi yo'q. Endi bir cho'lkan bu, saykan. Ve bihi mata ve fihi dufin. Aşağıda ölüp gitti, aşağı yerlikini koyalım dedi. Hadi Abu Zer ne için aşağıda aslında pahalı ketkenlik bir iş olgan. Abu Zer'nin uzun bazı şahsi karışları vardı. Resulullah ayın çağdı degen sözlerini keyin İslam'ın ahkamları özgürlüğe varlıkta. Çünkü uzun vakit o şu Gazvatul Handak bulap boğandan keyin onun bıçağı geldi bu. İlgili aşı Mekke'deki şağıl alıngan bazı bir ahkamlarını Mehmet'in keyin İslam'a intiklap Haliful Bahçe'de şu çağdı mı aşında kıcak oldu dep turvagan boğaçka bu hakkını dep o Halife hakkını kabul kılmay yaman kırıp kılaşamaz. O özünün düşünüşü sel bir kıl kattık. Kopalarak düşünüşünü aşı hakkı Mehmet'in teşvik kıldım, cekal ettim. Ama aslında hakkını değişki bayat kıygan hakkını Halife olsun, bana tapam alamat uspokmay değmem ona bunda dep turvagaçka bunun etrafıga çünkü haklı oluşup bunun gibi olan gulgululap uyadı bir işte basas terildiğinde bunda boğaçka sen ayet tuğa diyen. Magazinan değiştirler basın. Sosyalının tüm kadar çıkartıp bayılının bakpullarını eleyip kemeralik ortak hakkı gerek bayılın bir getiriyor onu uzmanı kıstağın dekin mudaklar zakat görüyor bir kadar tuzak olup kaldırdı. Orada bayılının kemeralik kullanımını tankür topraklarında bütün o bayılı bekbeyip gidip kemeralik tecrübe olacak olmaydı. Bayılın bunu kemeralik ortak şu aslında şartlı kararları vardı. Yani mal dünya jığışkı bulmaydı o. Bay olsan bulmaydı dediğin birinin vardı. Karışı vardı. Ya birinin aşı İslam Müslümanlar acil kışınılıp kalan şağlarda kendisi bay. Müslümanlarında şunda kışınılıp atkan ya İslam'ın şunda şu fırgı ihtiyacı bağçağda bunu topla bir var bulmaydı biraz. Lakin keyin İslam hakkını tıklandı, Müslümanların ihtiyacı kamdaldı. Onun bay olsan amayla ıslatısan buldu, zekatını buldu dedi. Yani bu onu düşünmey. Aşı burun kaşı katı kurukçuluk mesela kısa toplaş bulmaydı o da bir zahitlik. Aşı onu tutsak buldu da. Öze yalğız tutup oyunda mantığı buldu. Lakin emmeden şunda esi oldu. Dep turağın boğaçka Halifeler, sahabe kiramla bu düşünceni kötüremeydi bu namazı. Biz aşı Resulullah kim nem kıygan? Aşı yolunu tutmamayız da. Ameliyatta şu Halife'nin sonra. Mağlandı, üzden şu karışını sonra da kalan diken. Neçe müddet Resulullah ayrılıp o İslamcık ahkamlarının xalasını boğan iken mana şu sonra Resulullah'ın da bayat kıygandım. Muş bayatin çoğuturmadı, doğumlukmuşunda. Malbunla toplağanlığında oldu da baş sorulu teşviklik yüge. Özümüz alıp kat'i malbunla toplumuğam. Şundan buna eşek tuğan, tuğal payda kılmay, cevap dinliyor. وَلَمَّا حَدَرَتْهُ الْوَفَاتُ بَكَتْ ابْنَتُهُ Sonra sekarat kuşuyordu, öleş aldı da kızı cırlattı. وَقِيلَ اَمْرَأَتُهُ Kızı yağı ayalı çıkıp cırlattı. Şu çağda ya kızıdan billoğu etti, ayağlıdan billoğu etti, cırlattı. فَقَالْ لَهَا مَا يُبْكِيكَ Mışkı cırlaysayız. قَالَتْ أَبْكِي أَنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْ تَكْفِينِكَ Ben cırlaşında mesela bir kepenler, yerlikleri koyuşumuz gerek bilip karşılar. Böylece endana torbun yasağık. Bizde sizin kepenliğinde bir rah, bir madde cinasımız yok. Başında derecede bu İslam'da namına toplumuğan değil mi? Kısa toplumuğan. Kepenliğinde nasıl tapamadığım derecede. Artık kendin işte kuru keyin diye nasıl yok mu? Bir dersin tutalım uyguladığın şekilde. فَقَالَ لَا تَبْكِي Çığlama. فَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَنَا عِنْدَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فِي نَفَرٍ Çünkü, çünkü. Çığlama. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e birkaç grup sahabının arasında durup ben şu keşif ettim, şu çağda bunda dikenlikini anlattım.
la yamutunna rajulun minkum bi falatinil ard. Sizlardan biraylar çöl bayağında bir saylıqda ölüp ketdi. Teşhadu isabatun minel mu'minin. Onun vafatını müminlerden bir grup kişiler körüdü, üstü turdu. Ayında diğerligini anlagan tem. Sonra qala andın dattu fa kullu man kana ma'i fi zalika al-majlis mata fi jama'atin wa qarya. Şu sorunda muş söz deyilgan şu sorundaki baş kişilerin hemmisi Edinbayada şa yazıqışlaqda ölüp ketdi. Bunda çölde ölmedi. Şu mellam qaldı. Ondan men çoxum şu, aşedim şu. Velem yabqa gayri. Menden başqa adam qamda sorunda şu gapni deganlidan mellam qaldim. Menden bir ölganlar misa Edinbayada şa ölüp ketdi. Ondan dal aşı men bulma. Ve qad asbahtu bil fulat amut. Mana bugün men çölde öley deb taң atqızdım men. Hazır üleş aldı turibdim men çölde. Fulat degan çöl. Faraqibit tariq. Şuna siz yolgubdan qarab turing. Bunda bir o'tan olamda. O'tan deganda bir yerlandi. Fa innaki satarayna ma aqul. Chunki siz men degan narsani ko'rasiz. Yani odamning kelayotganini ko'rasiz. Yolgubdan qarab turing. Bu vaqtda Rasulullohning so'ziga ishongan ekan. Keskin ishonib, Rasululloh bunda degan, bunda buldi. Rasulullohning degani mi? Bir mo'jiza bu. İxbar bil g'ayb ma'lum. Kelajakda bo'ladigan ahvolni deb berish iborat. Ma ta'limi Rasulullohga aşı darajada ishongan. Qarab tursang cho'qim odam keladi demoqchi. Va inni vallahi ma kuzibtu. Alloh bilan qasamki, men hargiz unda yolg'on gap qilinmadi, ay rad gapmish. Qalat va anna zalika wa qad inqata'al hajj. Bu nadima adam kelsin bu hacılanması ketip to'xtab qoldi. Hacının yolu uzilib qoldi, oxiri uzilib qoldi. Bunda bir paytda qandan bir adam mansum bu yo'lda. Qala raqibut tariq hal tarayna ahadan. Yo'q adamlar o'tmaydi anda hech kim o'tgandek emas desimi? Yo'ldan qarab turib, kimni ko'radimsiz? U yotadimi? Yotganiga yo'l qaramaydi. Qiziga ayoliga yo'ldan qarab turib, qala la, yo'q hech kim yo'q deb. Qala fama ja'at sa'ati ba'd. Şo'ndan bu adam chiqmadi, adam ko'rinmaydi, adamning qarash ko'rinmaydi desa, unda istaqimning ajrining vaqti kelmabdi. Shunda bir guruh odamni kasi andin o'lima demoqchi. Rasululloh hadis degandek. Summa amraha an ta'udda ta'aman wa qala la. Shunda ayoliga bir tane qiz ayol desak, bir tamoq tayyorlang debdi. وقال لها إذا جاءك الذين سيكفنونني ويوارونني من كفلاب يقترب dedi. Yerlikimni qo'yib qo'ygan, debni qildiganlar ash kishilar, bir guruh kishilar kelib qolsa, fa innahu sayashhaduni qaumun salihun. Ashu kelib qolsa, mening o'sha o'limim ustida turganlar çok salih kishilar bo'ladi. Chunki Rasululloh hadisida asabatun minal mu'minin. Rasululloh müminlikki guvohlik berdi. Mening o'limimni ustida turganlar haqiqatan yaxshi odamlar bo'ldi, salih kishilar. Shunga ularga munda degan, "Yuqsimu alaykum Abu Zar, alla tarkabu hatta takulu." Abu Zar munda topilganda qasam qilib turib, ya'ni sizlarni Allohning nomini shifo keltirib, qasam qilib turib, sizlarni tamoq yeb ketsin deb topiladi deb turayın. Tamoq yegizib andin mang'izgan demoqchi. فلما أعدت الطعام قال انظري هل ترين أحدا. شونا tamoq etib qo'yamsa, keyin ashunda odamni kelib qolsa, tamoq yeb mansun degan turib, ching turlar degan ekan, tamoq tayyorlabdi. Tamoq tayyorlab bo'lgan joyda unga qarab boqing, endi yigim ko'rinamdi debdi. Qalat nam, ha, endi ko'randa, ha ular qavmun muqbidun ana bir guruh kishi kelyapti debdi. Faqala istaqbili biyal Ka'ba. Meni Ka'baga yuzlantirib qo'ying. Men sakrat tushganimning Ka'ba bir ulug' nima bo'lganki, namoz o'qiydigan bo'libdi masalan, yoki Ka'ba taraf qarab bunda o'lib ketadigan bo'libdi. Meni Ka'baga yuzlantirib qo'ying deb fa'alat. Faqala bismillah va billah va ala millati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam thumma kharajat ibnatuhu. Shuna u Abu Zarni qiblaga yuzlantirib qo'ygan chog'da unda bismillah Allah'ın namıyla ve billah Allah bilen ve ala milleti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Xudamda men Allah'ın namıyla ölüme, Allah'ın ruhunu qabz qilishdan jinim chiqdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ning milleti bo'lib dunyodan ketmadi demoqchi. Summa kharajat ibnatuhu. Shundan qizi chiqdi.
فأقبلوا حتى وقفوا عليها. Yo'lovchilar kelib uning qishig'iga kelib to'xtabdi. Faqalat rahimakumulloh imru'un minal mu'minina takfununahu. Alloh sizlarga rahmat qilg'ay. Mu'minlardan bir kishi bor. Shuni bek yutirib kepallab yerlikni qo'yib qo'yasizlarmi? Shuni yordam qilasizlarmi demoqchi. Qalu va man huwa? Ular u kim u deb so'rabdi. Qalat Abu Zar. Bu ayol bu Abu Zar debdi. Qalu na'am va ni'mat ayn. Buludu albatta bash sigar ni'mat ayn. Laqad akramana Allahu bidalika bi abaina va ummahatina anta ya Abu Zar. Alloh taolo mushi ishni bizga yo'liqtirib, muyassar qilib, bizni qiladigan qilib, Alloh taolo bizni izzatlabdi. Bu Alloh taoloning bizni mush ishga muvaffaq qilganligi bizni izzatligidan iborat. Abu Zar sana ata-onamiz fida bo'lsin. Yani agar ata-onamizni biz qurban berib, seni qutqizoladigan bir ish olgan bo'lsa, biz unda qilib to'q. Rasulullohga deydi-ku sahobalar, "Bi abi anta va ummi ya Rasululloh." Va kana fihim Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Ashu guruh yo'lovchilarning ichida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bor edi. Faqala sadaqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh haqida aytgan. Qala yamutu wahdahu va yub'athu wahdahu. Rasululloh Abu Zar haqida G'azvat Tabuk, G'azvatul Usra Madinadan chiqib ketib qolgan chog'da bir kishiningki oqidan shu qo'shinga yetishilish uchun kelgan qarisi ko'ringan. Qarisi ko'rgan chog'da Rasululloh kun Abu Zar degan. Abu Zar bo'lib qolgaysa, ya'ni kim Abu Zar? Abu Zarga nima qilgan? Rahimallohu Abu Zar yamshi wahdahu va yamutu wahdahu. Shu chog'da endi degan. Alloh Abu Zar rahmat qilsin, bu yolg'iz mavdu va yolg'iz o'lib ketdi. Ham yashagan chog'da ham shu musulmonlar normal jamiyatdan bu ketchanmay yolg'izda yashagan. Va yub'athu yawmal qiyamati wahdahu degan. Qiyomat kuni bu yolg'iz munda qilgan. Manda masalan boshqalar aralashib birga qopqanlar qopsa, bu ayrilib bunda yashardi. Yolg'iz munda qilgan. Yolg'iz qolib turganligi yomonlikni bir şey emasku. Yo'q, unda shu dunyodagi ahvol qanday bo'lsa shunday qilib emasmi? Shuni demoqchiman. Aslida xalifaning o'zi bo'lsin, opanda yaxshitandi. Lekin o'zi qalbida o'shuning to'g'ri deb bunda tushunib qilgan bo'lsa, bu shunda ayrilib yashagan. Ibn Mas'udmi Rasululloh bilan uzun muddat birga yashagan sahoba bo'lsa, bu jarayonni biladi, xabarni biladi. Falamma ra'ahum shuna bulanda va Abu Zar ham bu da tashvishirab, nima qilgan ekan? Abu Zar ularni ko'rdi. Ko'rganki, qala abshiru, xush bisharatullah, ya xush xabar sizga. Fa antumun nafarus solihuna minal mu'minin. Rasululloh sizlarni mu'min deb guvohlik bergan shu solih mu'minlar guruhi sizlar. Shuni sizga xush bisharatullah. Qala fikum Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dalik. Rasululloh sizlar to'g'riliq ashuna deganda. Thumma qala asbahtu al-yawma haythu tarawun. Bugun sizlarni ko'rib turgan mush ahvolga kelib qoldim. Walau anna tawban yasa'uni lam ukaffan illa fi. Agar men kepallikka yetadigan bir rahbatchi kiyim bo'lgan bo'lsa, men o'shanda kepallangan bo'lardim. Unda kiyimim yo'q, rahbatchim yo'q demoqchi. Fa unshidukumulloh. Shuna Allohning haq hurmati bilan Allah şipi keltirib sizlardan so'rayman. La yukaffinuni rajulun kana miran aw arifan aw barida. Şu Allah'ın hurmati bilan sizlardan so'raymanki, meni sizlarning orangizda emir bo'lib qolgan, mansab tutib qolgan demakchi. Mansab tutib qolgan, yo bir jinoyat bosh qo'ygan, arif degan shu mahall boshqa sekretar dadijan deganlar. Arif. Shunda adam bo'lib qolgan. Yoki biri yoki polisga sho'g'an. Demak, polisga chog'liq ashunda bir mansab tutgan odam bo'lsa, Allohning nomidan shipi keltirib so'ray, meni u kepallimni so'ra deb turibdi. Bu bir parcha rahlat bunda kepallash. Va ashunning yenidan chiqqan bir rahlan nega bundan hukmoma demakchimda. Fakullul qawmi nala min zalik shay'in illa fatan min al-ansar kana ma'al-qawm. Şuna muda qarasa, shu ko'rib chiqilma hammasi ya shunda emir bo'lib qolgan, ya'ni qilgan bir mansab tutgan, endi bir xizmat qilib taqal ekan bular. Şuna qarasa shu ko'ribdan ichida bir yosh bola bor ekan, u unda mansab tutib qolmoqdi ekan. Qala ana sohibu, men
Kepalli adam bana men demek ya. Bunun ilgisi men kemma yoki buni qilgan adam men kemma demoqchi. As-Sawbani ma'i min ghazl ummi. Bu ikki parcha onam to'qpaga rahman bilan borman. U ya bir xalifa mukofot bergan, yoki hukumatlar tuqlagan, ya bunda bekab qilamiz. Onam shu halol nimasi bilan bizning tarix bilan to'qib tayyorlab bergan ikki parcha rahman. Ghazl degan ega ekan deb. Chaqdi egramda. Ahadum alladhi alayhi. Bu ikki parcha rahman bizse o'shanda o'zimda yo'yga olgan, kiyib olgandim shu. Wal akhar fi mata, yani bizse juftaqlarning ichida bor ikki parcha rahman. Qala Abu Dar anta sahibi. Abu Dar buni anglab, dal buni kepallardan sen shu ekansan. Men demoqchi bo'lgan kishi sen ekansan. Sonra qala bismillah va billah va ala millati rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Allohning nomida va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam millati bulab dunyodan ketmaymiz debdi. Sonra mas'ullar o'lib ketdi. Faghasaluhu va kafanuhu va sallu alayhi va dafanuhu. Shunlar shu bir guruh qullar uni yuvib, tarab, kepallab, namozini tushirib, yerlikida qo'ydi. Faqala ibnatuhu, shuna qizi debdi, inna abada yaqra alaykum assalam. Abu Zar sizlarga salomini aytdi, salom aytdi. Shu oyat vaqtida bunda topilgan demak ya. Salom aytishni topilganda va aqsama alaykum alla tarkabu hatta taakulu. Va Allohning nomidan bunda qasam qilganda, cho'qim tamoq deb andin mangso'ganda qasam qilgan. Shuna musulmonning ustidagi haqqi nechita? 6 yer bor. Shuning ichida musulmon qasam qilsa, qasamni buzdirmaslik. İbrar qasam degan bir so'z. İbrar qasam degan gap. Qasamini buzdirmatmay shu bo'yicha chiqilib qasamni turg'izib qo'yashin. Shuna biradisa inna min ibadillahi man law aqsama alallohi la abarrahu. Yani bandalar shunda bandalar borki, agar Allohning nomi shifokatida qasam qilsa, Alloh taolo qasamini buzdirmaydi, to'g'izib qo'yadi. Vallohi la tuksir sanadiyata desa, endi Alloh taolo qasamini buzdirmaydi. İbrarul qasam degan, masalan bir ishni qildi, vallohi zodi yo'q, tunaman to'layman debdimiz. Men qilgan chog'da. Ya nimani men ko'tirman debdimiz. Ajdodda musulmonlar qasam qilib turib oldilar bor. Qankim bakalni qasamini buzdirib, kapparat o'tkazib qilmay, qasamida turishga yordamlashib, qasamini buzmay qo'yib qo'yash, musulmonning nisga haqqi. Demak, hozir ashuna qasam qildi ekan, bularni qasamini buzmaydi. Bular o'lib ketgan odamning qasamini buzdiramda. Hayotdan nega buzdiramiz? Tafa'alu mana. Shunlar anda qildi. Yo'q, bu o'lishtoy tomoq yesak bo'lmaydi, o'tib turolmadi. Albatta, bizning diyorimizga nima boshqa, lekin hozir bunday bir dardimiz. Mana qisman ahvol, ayrim ahvol deymiz. Wa hamala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ahlihi ila Uthman radhiyallohu anhu. Ular Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu balchaqni nimaga elib bordi? Uthman radhiyallohu anhu qasam Madinaga elib bordi demoqchi. Yani apırıp koyup dayagan. Abu Zar vafot bo'lib ketgan ekan, bolalar yazda qatib bo'lmaydi. Faddamma ibnatahu ila iyalihi. Shuna qizini Hazrat Osman o'zining balchaqlari qatoriga ketib beqopti. Va qala yarhamullohu Abu Zar va yaghfir lahu nuzulahu ar-rabza. Allah Abu Zar rahmat qilsin. Rabbiga chiqibanda yolg'iz yashagan shu ishlar sabab bo'lgan ishlarni Alloh taolo mag'firat qilayotgan. Ana uni qilg'achi xatoati demakchi. Xatoatda endi o'zining shu o'zining kallasi bo'yicha bunda qilibdi, endi turib olgan bunda ish bo'lg'achqa Alloh taolo rahmat qilsin, mag'firat qilayotsin debdi. هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.